Boyvachcha odamlarni ham havosini keltiradigan, baxil odamlarni ko'zini o'yib oladigan, yaxshi xolodilnigini arzonroq narxga ko'rsatayotgan. Men sizlarga shu xolodilnikni ochib raspakovka qilib beraman, o'zingizlar baho qo'yasiz. Bu xolodilnik Immer brendi ostida Xitoyda O'zbekiston uchun inverter kompressorlarda ishlab chiqariladi. Kompressorning o'ziga 10 yil, qolgan hamma detaliga 3 yil garantiya beriladi. Apparatni ishga tushirish juda ham qulay, touch orqali boshqariladi. Har bitta otsekka boshqa temperatura bersangiz bo'ladi. Bu xolodilnik no frost sistemada ishlaydi, даже metal cooling opsiyasi ham bo'ladi. Konteynerlarga geliy plastik ishlatilgan, qayilsa ham, bukilsa ham sinmaydi. Razmeri standartda, bo'yi 185, eni 60 sm bo'ladi. Metal cooling opsiyasi svet o'chganda haroratni uzoq muddat mo'tadil ushlab turadi. Morozilka pastki eshikda joylashgani hisobiga 3 ta konteynerga bo'lingan va bu konteynerda turgan mahsulot hidlari bir-biriga aralashib ketmaydi. Hozirgi kunda aynan shunaqa xolodilniklarni chegirma qilib 5 million 300 ming atrofida sotishyapti. Bizning kanalga podpiska bosib qo'yganlar uchun bu xolodilnikka bor yo'g'i $329 qilib beriladi. Shoshilinglar, soni cheklangan.